Bugun sizlar bilan biz 6-sinf Qadimgi dunyo tarixi darsligining 1-mavzusi Qadimgi tarix taraqqiyotning boshlanishi mavzusi bilan tanishamiz. Aziz o'quvchilar, mana bugun biz 6-sinf Qadimgi dunyo tarixini boshlayapmiz. Kitobda nima haqida aytilgani haqida qisqacha tushunib olaylik. Ushbu kitob insoniyat paydo bo'lgundan toki G'arbiy Rim imperiyasi qulagunga qadar, ya'ni milodiy 476-yilgacha bo'lgan vaqt oralig'ini o'z ichiga oladi. Bunda insonlarning paydo bo'lishi, ularning rivojlanish bosqichlari, qadimgi davlatlarning paydo bo'lishi, qadim Sharq, Yunoniston, Rimda davlatlarning paydo bo'lishi, sivilizatsiyalar tarixi haqida batafsil ma'lumotlar berib o'tilgan. Birinchi mavzumiz bu qadimgi tarix, taraqqiyotning boshlanishi mavzusi bo'ladi. Qadimgi tarixni o'rganish arxeologiya, antropologiya, etnografiya, numizmatika kabi fanlar orqali amalga oshiriladi. Keling bular bilan batafsil tanishib olamiz. Arxeologiya insoniyatning eng qadimgi davrini o'rganishda manzilgohlarni qazib o'rganish muhim. Aynan ushbu fan tadqiqotlarni amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ya'ni qadimgi manzilgohlarni qazib o'rganish, topilmalarni topish bilan shug'ullanadi. Antropologiya, ya'ni antropolog olimlar esa qadimgi odamlarning suyak qoldiqlarini tekshirib, ularning tashqi qiyofasi va tiklaydilar va rivojlanishini o'rganadilar. Etnograflar qadimgi odamlarning ko'pgina udumlari, hozirda mavjud qabilalar, elatlar, qadimdan saqlanib qolgan xo'jalik va madaniyat an'analarini o'rganib borishadi. Bundan tashqari qo'shimcha fanlar ham bor. Misol uchun numizmatika qadimgi tangalarni o'rganish orqali davlatlarning rivojlanishi haqida xulosa berishadi. Yoki epigrafika qadimgi yozuvlarni o'rganuvchi fan mavjud. Yoki lingvistika qadimgi tillarni o'rganuvchi fan. Shu kabi bir qancha yordamchi fanlar orqali biz o'qiyotgan tarix darsligi qadamma-qadam shakllanadi. Tarixni o'rganishda bizlarga asqotadigan topilmalardan tashqari qo'shimcha manbalar ham mavjud. Bular ikkiga bo'linadi. Biz tarixni moddiy manbalar va yozma manbalarga bo'lib o'rganamiz. Moddiy manbalar mehnat qurollari, sopol idishlar, qurol aslahalar, zeb-ziynatlar, xullas qadimgi inson qo'li bilan yaratilgan barcha narsalar bu moddiy manbalar sanaladi. Yozma manbalar esa insoniyat tomonidan yozib qoldirilgan, tarixni chuqurroq o'rganishga asqotadigan manbalar, yozma manbalar. Ya'ni qoyatosh bitiklari, muqaddas kitoblar, tarixchilarning yozgan kitoblari bunga asos bo'ladi. Keling ular bilan birma-bir tanishamiz. Ulardan eng qadimiylardan biri O'rta Osiyoda shakllangan Zardushtilik diniy muqaddas kitobi Avestodir. Unda yurtimizning qadimgi tarixiy viloyatlari Baxtriya, So'g'diyona, Xorazm aholisi, ularning madaniyati to'g'risida hikoya qilinadi. Qadimgi davrga oid yana bir manba bu Behustun qoyasida yozilgan yozuvlardir. Behustun qoyasidagi yozuvlar Erondagi Kirmonshoh shahri yaqinida joylashgan. Uni Fors shohi Dorobir buyrug'i bilan yozilgan. Fors, So'g'd, Baxtriya haqida batafsil ma'lumotlar beriladi. Bundan tashqari, miloddan avvalgi 5-asrda yashagan qadimgi Yunon tarixchisi Gerodot ham o'zining tarix asarida o'lkamiz aholisi haqida batafsil ma'lumot aytgan. Ushbu shaxs tarixda tarix otasi deya ham ataladi. Bundan tashqari yurtimiz haqida miloddan avvalgi 1-asr oxirida yashagan qadimgi Yunon tarixchisi va geografi Strabonning geografiya asarida ham O'rta Osiyo xalqlari madaniyati haqida batafsil ma'lumot berib o'tiladi. Milodiy 1-asrda yashagan qadimgi Rim tarixchisi Kivin Kursirov Makedoniya Aleksandrning tarixi nomli asarida Makedoniya Aleksandrning O'rta Osiyoga harbiy yurishlari haqida batafsil ma'lumot berib o'tgan. Bundan tashqari, milodiy 2-asrda yashagan Yunon tarixchisi Arrian Aleksandrning harbiy yurishlari deb nomlangan asarda ham o'lkamiz aholisi haqida batafsil ma'lumotlar berib o'tadi. O'zbekiston va jahon sivilizatsiyasi bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Sababi yurtimiz bir qancha hududlardan tashkil topgan. Amudaryo va Sirdaryo oroli hududi, Farg'ona, Zarafshon, Surxon vohalarini o'z ichiga olgan va qadim Sharq va davlatlari bilan doimiy aloqada bo'lgan va ular bilan savdo-sotiq aloqalarini amalga oshirgan. Aynan ularning aloqalari ko'hna qadamjolarni o'rganish chog'ida bunga isbotlash mumkin. Misol uchun, arxeologik tadqiqotlar davrida
Hindiston, Eron, Mesopotamiya hunarmandlari tomonidan topilgan sopol, metall idishlar, zargarlik buyumlari bizning Sharq va G'arb o'rtasida asosiy ko'prik bo'lganimizni isbotlaydi. Kelinglar, biz eng qadimgi tuzumni davrlashtirishdan boshlaymiz. Jahondagi barcha xalqlar tarixi ibtidoiy jamoat tuzumidan boshlanadi. Inson rivojidagi birinchi bosqich kishilikning ibtidoiy to'daga birlashuvidan boshlangan. Keyingi bu atamalarni batafsil tushunib olamiz. İbtidoiy jamoat tuzumi nima degani? İbtidoiy jamoat tuzumi insoniyat tarixining boshlang'ich davri bo'lib, bu paytda barcha mehnat qurollari umumiy bo'lgan va hamma birgalikda mehnat qilgan. İbtidoiy to'da nima bu? Bu turmush va mehnat umumiy negizda birlashgan eng qadimgi odamlar jamoasidir. İbtidoiy to'da sekin asta rivojlanib, qarindoshlarning alohida uyushmasiga birlashgan. Bu urug' jamoasi deya ataladi. Urug' kelinglar bunga qisqacha ta'rif aytamiz. Birgalikda yashagan va mehnat qilgan, umumiy mehnat qurollari va qurol-yaroqlar ega bo'lgan qarindoshlar jamoasiga urug' jamoasi deb ataladi. Dastlab urug' jamoalari ayol kishi atrofida birlashgan. Ya'ni ona ularni birlashtirgan. Insoniyat tarixida bu bosqich matriarxat deb ataladi. Keyinchalik mehnat qurollari, xo'jalik yuritish shakllari takomillashgani sayin jamoadagi yetakchilik sekin-asta erkak kishiga o'ta boshlagan. Olimlar insoniyat tarixidagi bu davrni patriarxat davri deb atashadi. Eng qadimgi odamlar dastlab mehnat qurollarini toshdan yasashgan. Tufayli arxeologiyada insoniyat tarixining boshlanishi tosh davri deb ataladi va tarixda bu davr paleolit deb nom olgan. Biz qadimgi davrni insonlarning yasagan qurollarga qarab davrlashtirar ekanmiz. Mana shu qadimgi tosh davri o'zi 3 qismga bo'linadi. Keyinlar bular bo'yicha batafsil tanishib olaylik. Paleolit 3 qismga bo'linadi. Qadimgi tosh davri, ya'ni ilk paleolit davri ham deb ataladi. Bu 1 milliondan 100-minglikgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Ikkinchisi o'rta paleolit deb bu miloddan avvalgi 100-40 mingliklarni o'z ichiga oladi. So'nggisi esa miloddan avvalgi 40-12 mingliklarni o'z ichiga oladi. Biz qadimgi dunyoda insonlarning paydo bo'lish davri, ularning yasagan mehnat qurollariga qarab davrlashtirish haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'ldik. Qolgan ma'lumotlarni esa keyingi mavzuda batafsil tanishib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.